Sahobiylar kimda kim tavba qilmoqchi bo'lsa, Quboga borib tavba qilsin deyishgan. Sa'd ibn Abi Waqqos men Masjid Aqsoga borib tavba qilganimdan ko'ra Masjid Quboga borib tavba qilgan afzalroq degan. Shunga biz hammamiz yelkamizda tog'dan og'ir gunohlarni orqalab keldik. Shuning uchun o'sha joyga borib 2 rakat namoz o'qib, keyin duo qilsak inshaalloh gunohlardan forig' bo'lamiz. Abdulloh ibn Umar o'sha hozir masjidga kirsangiz, erkaklarga, ayollarga emas, erkaklar masjidga kirsangiz, mihrobda oldin gumbaz bor, tepasiga qarasangiz, o'ng tomonda ikkita tuynik teshikcha bor. O'shaning o'rtasida o'qing o'sha atrofda. U kishi sunnatga qarshi ergashar ekanlar-da. Rasululloh joyda o'tirgan. Makkadan kelyaptilar. To'g'ri yo'l qolib bir joyga kirib ketib qolaverganlarda Sahih Buxoriyda keladi. Nasr qayerga ketyapsiz? To'g'ri yo'l bu yoqda desa, "Ana daraxt tagida Rasululloh o'tiruvdilar-da, dam olib o'tiruvdilar-da" deydilar. Bitta 2 rakat namoz o'qiladi, shunaqa nima qarshi ergashgan. Bir joyda o'tirsa tugmalarni yechib o'tiradilar. Taqsir nima tugmangiz yechib oldingiz desa, Rasululloh shu joyda o'tirgan tugmalarni yechib o'tiradi. Isib ketganlarni yechganlarda desalar, shu joyda shu ishni qilinglar, men qilaman degan.